Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizning xazinesi. Bir er kishi mundoq debdi. Ayollar biz uchun bir kash. Uni xohlasak kiyimiz, xohlasak tashlaymiz. Yana bir vijdonliq er mundoq debdi. O'zini putchaqlaydiganlar uchun ayollar kash bo'lishi mumkin. Biroq o'zini boshchaqlaydiganlar uchun ayollar mangu bir toj. Aqlliq er ayolini xonishdek ko'rib, o'zi shoh bo'lib yashaydi. Ayol kishi shundoq insonki, agar sen uningga bir tal urug' bersang, u sana bir dasta gul qaytirib beradi. Agar sen uningga mehr muhabbatingni bersang, u sana mehr muhabbatga to'lgan baxtli oila hadiya qiladi.